Yashil makon. Bugungi ko'chatlar ertangi avlod uchun soya salqin maskanga aylanadi. Birdamlikda ekilgan har bir ko'chat bu kelajak uchun qo'yilgan umiddir. Yangi yanada yashil, yanada obod, yanada go'zal bo'lib bormoqda. Bu safargi tadbirning asosiy o'ziga xosligi shundaki, nafaqat ko'chat ekildi, balki Yuksalish mahallasi aholisining o'z shahriga mehr-muhabbati, mehribon qo'llar bilan yaratilgan yangi yashil makon shakllandi. Shaharning Yuksalish mahallasini erta tongdan odatdagidan ham jonlantirgan manzara bu ko'tarinki ruh va birdamlik ila boshlangan yashil makon umummilliy loyihasidir. Mahallaga transport vositalarida minglab ko'chatlar keltirildi. Ish jarayoni muvofiqlashtirilgan holda tashkil etildi. Ushbu mahallada yashil makon umummilliy loyihasi doirasida 2200 tup mevali va manzarali daraxt ko'chatlar ekildi. Yangirliklar har doimgidek tashabbuskorlik ko'rsatib, birinchilardan bo'lib ishga kirishdi. Bunda esa yoshlardan tortib nuroniylargacha bir maqsad yo'lda bosh qotirib, jipslashgan holda harakat qilmoqda. Har birining ko'zida bitta ma'no bor. Bu hudud bizniki, uni biz obod qilamiz. 60-yillardan buyon men mana shu shaharda istiqomat qilaman. Bu joylarda hech narsa yo'q edi va odam yurishga qo'rqar edi. Mana hozirgacha shahrimiz nihoyatda kattalashdi, nihoyatda go'zallashdi. Bugun havas qiladigan darajada yangi shahrimiz bo'ldi. Mana bugungi bizning tadbirimiz ana shu yashil makon tadbiri. Mana shu shaharni yanada go'zallashtirish bo'yicha tashkil qilindi. Albatta bu yerda yoshlar ham, bu yerda nuroniylar ham juda katta xizmat qilishyapti. Biz mana bugun yana bir bor shahrimizning go'zalligiga, shahrimizning obodonlashtirishga hissa qo'shishga keldik. Shahrimiz qanchalik yaxshi bo'lsa, shunchalik biz xursand bo'lamiz. Albatta buning hammasini zamirida prezidentimizning qarorlari turibdi. Bu prezidentimizning sa'yi harakati bilan bo'layotgan narsa deb o'ylayman. Nafaqat bizning Yangiyer shahrida, balki butun bir respublikamizda mana shunday katta ko'tarinki ruh bilan xalqimizni, joylarimizni, shu hududlarimizni ko'kallantirish ishlari davom etyapti. Yashillikning buning qanchalik kerakligini biz tasavvur qilishimiz ham juda qiyin. Chunki nafas olayotgan narsamiz bu kislorod. Kislorodni mana shu yashil daraxtlar chiqarib beradi. Bu yashash uchun, xalqning sog'lom bo'lishi uchun eng kerakli narsalardan bittasi shu. Hammamiz yoqadan bosh chiqarib harakat qilamiz. Agar e'tibor beradigan bo'lsak, loyiha doirasida bir necha yashil bog'lar barpo etilmoqda. Xususan, yoshlar bog'i, Shukrona bog'i va yana bir jihati aynan mahalla yettiligi bog'ini bugungi loyiha doirasida ko'rishimiz mumkin. Hozir ish jarayonlari qizg'in. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bormang endi. Jarayonlar qanday bo'lyapti? Yashil makon aksiyalari o'tkazilyapti. Ko'rib turibsiz, juda ham bu yoqda yoshlarimizni, aholimizni kayfiyatlari juda yaxshi. Yuksalish mahallasida ming oshiq daraxtlarimiz kelgan. Barcha shahrimiz yoshlari bu yoqda bir bo'lishib, bir jam bo'lishib, o'zlarini qissalarini qo'shib kelishmoqda. Yashillik shahrimiz uchun juda eng kerakli desak bo'ladi. Sababi baribir yashillik bo'lsa, odamga ko'rk bag'ishlaydi, o'zini kayfiyatini ko'taradi. Shahrimizni yashil qilish uchun, obod qilish uchun bir joyga yig'ildik, jam bo'ldik. Men Davlatobod mahallasi yoshlar yetakchisi bo'lib, o'zimga faol bo'lgan yoshlarimizni Yuksalish mahallasiga jam qildik. Barcha yoshlarimiz bilan birgalikda o'zimizni shahrimiz yashil bo'lishi uchun, obod bo'lishi uchun o'z hissamizni qo'shib kelmoqdamiz. Yangiyer doim tashabbuskorligi, faol aholisi bilan jiralib turgan shahar. Bugungi daraxt ekish tadbiri ham ana shu birlik va hamjihatlikning yorqin namunasi bo'ldi. Bu borada juda muhim ish qilindi. Janubiy Mirzacho'l kanalidan 21 kilometr suv tarmog'i tortildi. Endi ko'chatlar muntazam sug'orilib, yaxshi unib ketishiga sharoit bor. Bu juda katta mehnat bo'ldi, ammo natija ham bunga arziydi. Har bir ko'chat sug'oriladi, parvarish qilinadi va albatta yashnaydi. Bu harakat esa kelgusida barcha ko'chatlarni muntazam sug'orish, yaxshi parvarishlash va yashil hududni uzoq vaqt saqlab qolish imkonini beradi. Shu yilning o'zida Yangiyer shahrida 5 gektar yer maydonida 50 mingga yaqin mevali va manzarali daraxtlarni ekish rejalashtirilgan. Ko'chatlar hududning iqlim xususiyatlarini inobatga olgan holda tanlandi. Mevali daraxtlar kelgusida nafaqat ekologik foyda, balki amaliy hosil beruvchi yashil hududlar barpo etishga xizmat qiladi. Manzarali daraxtlar esa shahar ko'rkini yanada boyitib, tashqi muhitning estetik qiyofasini yaxshilashga yordam beradi. Yangiyerliklarning bugungi faolligi shuni ko'rsatadiki, har doim birinchi bo'lib tashabbus ko'rsatib,
ko'rsatadi. Yuksalish mahallasi o'z nomiga munosib tarzda yana bir bora rivojlanish va yangilanish yo'lidan bormoqda. Bu hali hammasi emas. Barcha joylarda bo'lgani kabi Toshkent kimyo texnologiyalari instituti Yangeri filialida ham bu jarayonlar boshlab yuborilgan. Talaba yoshlar o'z hissalarini qo'shmoqda. Toshkent kimyo texnologiya instituti Yangeri filialida Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida navbatdagi ko'kalamzorlashtirish ishlari amalga oshirildi. Tadbirda professor, o'qituvchilar, xodimlar va talaba yoshlar faol qatnashib, shahar hududi hamda filial yoshlar bog'iga jami 2000 tup mevali va manzarali ko'chatlar ekishdi. Mazkur tadbir yoshlar orasida ekologik madaniyatni oshirish, ularda tabiatga nisbatan mas'uliyatli munosabatni shakllantirish hamda yashil maydonlarni ko'paytirish jarayoniga keng jamoatchilikni jalb etish maqsadida tashkil etildi. Bugungi kunda dunyoda atrof muhit masalasi juda global muammoga aylanib bormoqda. O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlarning zamirida Yashil makon dasturi mana shu muammolarni oldini olish va bartaraf etishni o'zida aks etmoqda. 2021-yilda ishlab chiqilgan bu dastur asosida yildan yilga atrof muhitni asrash va O'zbekistondagi ekologik holatni yaxshilashga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Raqamlarga murojaat qiladigan bo'lsak, 2024-yilning o'zida bu dastur uchun 100 milliard so'm mablag' ajratildi. Undan 58 milliardi ochiq byudjetga va 42 milliardi davlat dasturlariga ajratildi. Dasturda keltirishicha yiliga 200 million tup daraxt va butalar ekish rejalashtirilgan. Mana shu narsani amaliy dastur sifatida Toshkent kimyo texnologiyalari instituti Yangeri filialida ham istiqbolli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan bizga dastur bo'yicha 4000 ta daraxt ekish belgilangan va shuni 2000 tasi bajarildi. 1000 dan ortiq talaba bu ishlarga jalb qilinmoqda. Tadbir davomida talabalarga daraxt ekish texnikasi, ko'chatlarga to'g'ri parvarish ko'rsatish, ularni sug'orish va asrash bo'yicha amaliy ko'rsatmalar ham berildi. Bu esa nafaqat daraxt ekish jarayoniga, balki kelgusida ko'chatlarning barqaror o'sib rivojlanishiga ham xizmat qiladi. Ta'lim maskani esa ushbu ijobiy tashabbusni kelgusida ham izchil davom ettirish, shuningdek, ekologik aksiyalarni muntazam yo'lga qo'yishni rejalashtirgan. Zero yashil makonlarni ko'paytirish bu nafaqat bugungi avlod, balki kelajak farovonligi uchun ham muhim qadamdir. Yangeri shahrida Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida tashkil etilgan keng ko'lamli ko'kalamzorlashtirish tadbirlari o'zining mazmunan davomiga ega bo'ldi. Shahar hududini obodonlashtirish, ko'chat ekish va ekologik madaniyatni oshirishga qaratilgan ushbu tashabbusdan so'ng ishtirokchilar uchun ham milliy taomlar festivali uyushtirildi. Mazkur ezgu ishlarning mantiqiy davomi sifatida o'tkazilgan milliy taomlar festivali esa tadbirga bayramona ruh bag'ishladi. Qadimiy an'analar va zamonaviy gastroturizm uyg'unlashgan oshqovoq milliy taomlar sayli yuksak saviyada kuchli energiya bilan nishonlandi. Saylning eng qiziqarli qismi albatta qovoqdan tayyorlangan taomlar bo'ldi. Festival doirasida o'zbek milliy oshxonasi namunalari, xamirli, shuningdek hududga xos taomlar namoyish etildi. Ishtirokchilar nafaqat mazali taomlardan bahramand bo'ldilar, balki milliy qadriyatlar, mehmondo'stlik va an'analarni ulug'lovchi madaniy chiqishlarni ham tomosha qildilar. Oshqovoq bilan bog'liq taomlar, marosimlar va an'analar bugun yana bir bora e'zozlandi. Maydonda turli pavilyonlar ham tashkil etildi. Har bir pavilyon esa alohida bir badiiy namoyish, milliy zehn va mahalliy mehnat mahsuli edi. Eng muhimi, barcha taomlar saylning o'z joyida qozon yonida tayyorlandi. Oshqovoq vitaminlarga boy, inson immunitetini ko'taruvchi va sog'liq uchun foydali mahsulot. Bugungi saylda uning qancha turli talqinda tayyorlanganligini ko'rish mumkin. Ta'mi mehrdan, kayfiyati esa yurakdan. O'zingiz bilasiz, kuz fasli juda ham serhosil fasl. Hamma mevalarimiz pishgan, to'kinchilik fasli desam bo'ladi. Albatta shunga yarasha fuqarolarimizning ham kayfiyati juda yuqori darajada bo'ldi. Mana bugun biz Yangeri shahrida oshqovoq sayli deb e'lon qilgandik. To'g'risi bu darajada ko'tarinki ruhda tashkil etiladi deb o'ylamagandim. Fuqarolarimiz shunaqangi ko'tarinki ruhda kelyaptilarki, hattoki boshqa tumandagilar ham bizga havas bilan kelishib ishtirok etyapti. Mana ko'rib turganingizdek, har bitta mahallamizdagi onaxonlarimiz, opaxonlarimiz shijoat bilan kelib, mana shunday saylni ko'tarinki ruhda tashkil etish uchun o'z hissasini qo'shyapti. Mana shu yerning o'zida bugungi kunda 100 dan oshiq o'sha oshqovoqdan tayyorlangan taomlarni ko'rishingiz mumkin. Albatta har bir xonadondagi onalarimiz o'zlarining mehrini berib tayyorlab kelganlar. Bunday bayramlar albatta xalqimizga juda ham yarashadi. Mana shunday bayramlarni ko'proq tashkil etsak, xalqimiz o'rtasida hamjihatlikni yuksaltiramiz.
shu bilan birgalikda o'sha o'zbek taomlarini butun dunyoga olib chiqsak arziydigan taomlar borligini mana shu joyda ko'rsangiz bo'ladi. Demak, bir so'z bilan aytganda bu sayl gastroturizmni ham rivojlanishiga o'z hissasini qo'shyapti. Albatta, bu o'sha turizmni ham rivojlantirsak bemalol bo'lar ekan. Chunki har bir pishirilayotgan taomni fuqarolarimiz shunaqa mehr bilan yeyishyaptiki, bolaligimda esladim. Yaxshi davrlarim esimga tushdi deb bir quvonchli damlarni eslashyapti. Demak, mana shunday biz gastronomik turizmni ham rivojlantirsak bo'lar ekan. Buni Xudo xolasa yanada rivojlantirish niyatimiz bor. Saylning asosiy qahramoni bu albatta oshqovoq. Unda tayyorlangan taomlar sonini sanash qiyin. Bu manzilda esa og'zingizda eriydigan ta'm, milliy oshpazlik merosi va mahalliy kulinariyaning yangi talqinini ko'rish mumkin. Muhimi, bugungi sayl nafaqat mahalliy aholi, balki mamlakatning turli hududlaridan kelgan mehmonlarni ham bir joyga jamladi. Gastroturizm rivojlanayotgan bir paytda Yangiyer ana shunday tadbirlar bilan o'zini milliy ta'm va madaniyat markazi sifatida namoyon etmoqda. Atmosfera shunchalik yuqori kayfiyatdaki, bu maydondan tabassumsiz qaytishning iloji yo'q. Bolalar uchun o'yinlar, kattalar uchun ko'rgazmalar, sahnaga chiqqan raqs guruhlari va jonli qo'shiqlar barchasi milliylikning ildizlaridan kuch oladi. Qiziq jarayon. Bu manzildagi havo ham milliy. Qovoqlar taomi bolalik xotiralarni eslatadi. Mehmonlar uchun bu haqiqiy gastronomik sayohat. Yangiyer esa o'zining gastroturizm imkoniyatlari bilan yanada yuksalib borayotgan shahardir. Keling, tatib ko'ring. Kuzning bebaho ne'mati, oshqovoqning ta'mi og'zingizda qoladi. Bir marta tatib ko'rsangiz, yana qaytib kelgingiz keladi. Kuzning haqiqiy manzarasi shu yerda. Oshqovoq taomlarining rang-barang ko'rgazmasi. Har bir taom, har bir hid, har bir bezak tomoshabinni o'ziga maftun etadi. Mehmonlar mazali taomlarni tatib ko'rish bilan bir qatorda oshqovoqning turli shakllarda tayyorlanish sirlarini ham o'rgandi. Xulosa shuki, oshqovoq taomlar sayli bu milliy an'ana, didi va tabiat go'zalligini birlashtirgan, har bir mehmon qalbida iliq xotiralar qoldirgan unutilmas bayram bo'ldi.